sud oldida bu yerda o'tirgan rizqini boshidan quyyapti endi. Hamma tomonga suv sepyapti yana dars vaqtida. Yuring dedim, tashqariga chiqaylik dedim. Qo'lingni ol deyapti birdan. Bir shapaloq urib, ikkita mush otdi menga. Oyog'imdan ushlab yiqitmoqchi, janjal tugagandan keyin tashqariga chiqyapti. Ular endi eshitdi tepib, so'kmagan gap qolmadi. Menda ham unaqa uni birovni urib, nima qilish niyat bo'lmagan. To'g'ri qizishib ketdi. Faqat o'zini javobidan keyin shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Bu respublikaning o'qituvchilari yechish kerak. Hammalaringizlar, muhtaram prezidentimiz, administratsiya rahbariyatini himoyasizdasizlar. Butun O'zbekistonda o'qituvchilar, ota-onalar, o'quvchilar bilish kerak bo'lmasa. O'quvchilar ham bizning farzandlarimiz. O'qituvchi ham bizning o'qituvchimiz. Biz ularga ta'lim-tarbiya berishda sen sho'x ekansan, hech qachon ajratgan joyimiz bo'lmagan bo'lardi. Mana ilgari agar ota-onalar bola kelib, mana o'qituvchi urdi desa, ha, noto'g'ri ish qilgandirsan derdi. Hozir, voy, senga o'qiraydimi? Voy, seni telefoningni olib qo'ydimi? Nimaga deb kelib darrov to'polon qilishadi. Bu noto'g'ri. Bir narsani aytmoqchiman. O'qituvchiga bugun suv sepyapti, o'qituvchini qadrsiz qilyapti. O'qituvchini qadrini bugun oshirmas ekanmiz. Bu ketishda jamiyatni yuksaklikka erishmaydi. Mana shu ikkita o'quvchi ishtirokida bir necha marotaba janjal holatlari, agressiv holatlar uchrab turgan va bu holatlar bo'yicha biz ularning ota-onalari bilan hamkorlikda ishlab kelganmiz, ma'lumot berilgan, maktabga chaqirtirilgan. Bu bolalar oldin ham shu dars o'tishimizga xalaqit qilgan. Juda agressivniy holatda bola, 7-may kuni bola birdaniga senlashga o'tib ketdi, qo'lingni tort deb va orqasidan 4-5 marta so'kish haqorat so'zlarini ishlatdi. 20 yil stajda hali biron marta bironta o'quvchi so'kib haqorat qilmagan. 7-may kuni shu voqea sodir bo'lsa, informatika o'qituvchimiz bilan 19-may kuni sodir bo'lyapti. Bundan keyin har bitta o'qituvchiga nisbatan ko'tarilgan qo'l haqorat javobsiz qoladi. Farzandni tarbiyasiga bevosita ota-ona javobgar. Sizlarning orqalaringizda armiya bor, pagoniylar bor, generallar bor, muhtaram prezidentimizning askarlari bor. Tushunarlimi? Hammasini qatnashtirmoqchi. Ustoz Omonov Zokir Norboyevni unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi batamom tugatildi. Toshkentda o'quvchini urdi va o'qituvchi qamalish kerak. Shunaqami? Mana shu videoni ko'rib, yoshligimni esladim. Bizning paytimizda yog'ochdan uzun ukaska qilinar edi. Bir kun ximiya darsida o'tirganimda, ya'ni kimyo darsida o'tirganimda, ustozim yonimga keldi-yu, kuchuk bilan xo'tikni qancha qilma tarbiya, it bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy deb boshimga urib, ana shu ukaskani sindirib olgan. Lekin uyga kelguncha qo'rquvda kelganman. Haligi o'qituvchi urgani meni ota-onamni quloqiga yetib bormadimikin? Uyda ham yana shunaqa kaltagiyman hozir borsam degan qo'rquv bilan uyga qaytganman. Hozirgina yana bir videoga guvohlik qildik. Aynan o'sha kaltaklangan o'quvchi qo'lida baklashka va partadan turganida ho'l suvlarni ko'rdik va undan tashqari orqa partada o'tirgan bir qizning partasi ustida Coca-Cola turganiga ham guvoh bo'lik. Qarang, zamonamdan aylanay. Qanaqa bir go'zal zamonda sizlar, qanaqa bir sharoitlarda o'qiyapsizlar. Yana o'qituvchi qamalish kerak. O'quvchini urishiga qarshiman. Faqatgina ustozni yer bilan bitta qilish, ustozni taqirlash, ustozni bahosini bir teng qilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Aks holda kecha ijtimoiy tarmoqlarda o'zingiz ko'rganingizdek onasini urmoqchi bo'lgan, aslida ayol ekan, erkak deb o'yladi hamma. Onasini urmoqchi bo'lgan, o'ldirmoqchi bo'lgan farzandlar ko'payadi.